Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda, Xudo xolasa, hasp tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladigan mahsulotlarimiz qora jigar kerak bo'ladi. Bitta 1,5 kilocha ozgina go'sht bilan yog'li go'sht ishlatamiz. Buni ikkalasini misorovkadan qo'shib chiqarib olamiz va charvi yog' ishlatamiz. Mol charvi yog'i. Talabga ko'ra svejiy bolgarskini o'rniga mana qizartiradigan zajarka ishlatamiz va yoqtirgan ko'katingizni ishlatishingiz mumkin. Kashnich bilan petrushka ishlatyapman. Va piyozimiz kerak bo'ladi 3 bosh. Maydalab kubik qilib to'g'rab olamiz. Ichaklarimizni yuvib, tozalab tayyorlab oldik. Yaxshilab bu qora jigarni ham juda ham yaxshilab yuvib, bozordan kelgandan keyin ham ustidagi o'sha keraksiz nimalarni olib, misorovkadan chiqarishga to'g'rab tayyorlab qo'ydik va guruchimiz kerak bo'ladi. Guruchimiz 800-900 gram atrofida. Ishimiz bismillahirrohmanirrohim deb, hozir guruchimizni birinchi iliq suvga uvitib qo'yamiz. Keyin go'shtimizni hammasini misorovkadan chiqarib olamiz. Piyozlarimizni mayda kubik qilib to'g'rab olamiz. Mayin, juda ham mayin qilib olsak yaxshi chiqadi. Uchta piyozimizni ham xuddi shu tarzda to'g'rab olamiz. Piyozimizni mayin qilib to'g'rab oldik. Bu arada mana misorovkadan qora jigarlarni go'shtimizni aralashtirib chiqarib oldik. Endi hozir idishimizga solib aralashtiramiz guruchlarimizni. Chiqarib olgan qora jigarlarimiz ustiga to'g'rab olgan piyozlarimizni solamiz. Va ko'katimizni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Oldindan guruchimizni yaxshilab 3 marta yuvib, issiq suvga uvitib qo'ydim. Tuz solib. Hozir uni suvi bilan qo'shamiz. Zelinlarimizni ham qo'shib olamiz. Charilarimizni ham mayda qilib to'g'rab oldik, buni ham qo'shib olamiz. Endi guruchimizni ustidan qo'shamiz va tabga ko'ra pripravalarimizni beramiz. Mana uvitib, yuvib, tayyor qilgan guruchimizni buni suv bilan qo'yamiz. Chunki guruchimizni 3 marta yuvib oldik yaxshilab va tuzli suvga uvitib qo'ydik. Hasbi yorilmasligiga yaxshi bo'ladi uvitib qilsangiz. Endi mana zajarkamizni ham solamiz. Tabga ko'ra pripravalar solamiz. Tabga ko'ra maydalangan zira, maydalangan murch va maydalangan kashnich solamiz. Endi tabga ko'ra tuzimizni beramiz. Tuz boya guruch uvitishga ham solganmiz, shuni mo'ljalini olamiz. Aralashtirib ko'ramiz. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Shunaqa suvliroq bo'lsa, hozir bu suv kamlik qilsa, yana ozgina suv quyamiz. Va nachinkamizni tayyorlab oldik. Hasbimiznikini, ichaklarimizni tey tomonini ip bilan bog'lab chiqdik. Hamma biladi buni. Bir tomonini bog'lab tayyorlab oldik. Endi bismillahirrohmanirrohim deb varonkasi yo'qlar menga o'xshab bakalashkadan foydalansangiz bo'ladi. Qulay bo'ladi. Mana bakalashkaga bunday joylab olasiz. Cho'michimiz yordamida quyib olamiz bismillahirrohmanirrohim deb. Quyuq suyuqligiga qaraysiz. Suvsiz bo'lib qolishi kerak emas. Ichaklarni imkon qadar ixchamroq qilib kesib tayyorlab olsangiz ham yaxshi bo'ladi. Chunki uzun bo'lsa qozonga joylashish ham kastrulkangizga ixchamroq bo'ladi. Guruchidan ozgina solamiz, bunisi bo'ldi. Mana shu tarzda kesib olganman hammasini. Mana suvlari ham bemalol bo'lishi kerak. Endi buni og'zini yopib olamiz.
Xasiplarimizni solib bog'lab oldik. Endi bismillahir-rohmanir-rohim deb dasturkamizga joylaymiz endi birin-ketinlikda. Mana shunaqa bo'sh bo'lishi kerak, to'g'risi, yorilib ketmaydi shunda. Suvlari normalniy solinsa, hammasini birin-ketinlikda joylab olamiz va sovuq suv quyib qaynatishga qo'yamiz. Mana xasipimiz qaynab chiqishni boshladi. Ko'piklari yuzaga chiqib, endi sekin astalik bilan ko'piklarni olamiz. Hammasini. Shunda suvlari tiniq bo'ladi. To'liq hozir qaynab chiqqandan keyin xasiplarimizni teshib chiqamiz. Gazimizni pasaytirib, miltiratib qaynatamiz. Baland olovda qaynasa yorilib ketadi. Hamma ko'piklarni shu tarzda olamiz. Xasiplarimizni ko'piklarni oldik, endi zubachiska yordamida teshib chiqamiz. Havolari chiqadi. Hammasini birin-ketin ehtiyotkorlik bilan teshib chiqamiz. Ko'piklarni oldik, xasiplarni teshib chiqdik. Endi mana tabga ko'ra 1-2 dona bolgarskiy, piyoz, qora murch, garimdori va lavroriz solamiz. Buni sho'rvasi ham ichishli bo'ladi. Bismillahir-rohmanir-rohim deb miltiratib qaynatishga qo'yamiz endi. Miltiratib qaynatamiz. Va xasiplarimiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Endi hozir suzib olamiz. Xasiplarimiz tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Bismillahir-rohmanir-rohim deb hozir kesib ko'ramiz. Issiq albatta hali. Mana xasiplarimiz tayyor bo'ldi. Juda ham yaxshi bo'lib chiqdi. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ringlar. Buni xohlasanglar mantiq asqonda dimlasa ham bo'ladi, duxovkada pishirsa ham bo'ladi. Suvda qaynatsa ham, sho'rvasi ham juda ham ichishli bo'ladi. Mana sho'rvalari bilan bemalol suzib iste'mol qilish mumkin. Hammaga yoqimli ishtaha. Ketgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda fikrlarni kutib qolamiz. Xayr hammanglarga.